Assalomu alaykum o'rtoqlar. Videoni yaqinlarga, tanishlarga ulashamiz. Like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ha, havosni to'ylari baribir boshqachada. Ayniqsa hovlida bo'ladigan to'ylar. 20 yildan keyin ushbu to'yni ko'rsangiz nimalarni his qilasiz? Nostalgiya. Videoni ko'rgan paytda ko'zlarga yosh keladi. Kimdir endi yo'q, kimdir uzoqda, ammo o'sha kunlarning quvonchi videoda abadiy qolgan. Hissiyotlar aralash bo'ladi. Nostalgiya, to'la issiqlik. Chunki o'sha davrning soddaligi, samimiyligi esga tushadi. Yumshoq alam, chunki o'sha vaqt ortga qaytmaydi. Minnatdorlik, chunki bularni videoga olgan inson tufayli o'sha onlar saqlanib qolgan. Bu video shunchaki to'y emas, balki bir avlodning xotirasi. O'z ildizini, urf-odatini, samimiyligini eslatuvchi tirik tarixga aylanadi. Ha do'stlar, o'sha paytdagi har bir tabassum, har bir duoni, har bir ohangni videoga muhrlaymiz. Biz bilan tarix yozing va tarixda qoling. Bizda barcha video va foto xizmatlari mavjud. Albatta Abduhalim birovga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha o'sha gap. Obuna bo'ling, like bosing, eng asosiysi tanish bilishlarga ulashib qo'ying.